Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Qo'rg'ontepa tuman Xalq banki hamkorligida Qo'rg'ontepa tuman Yangi Bo'ston MF'da 202-konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda bir kontur mahsulot tamoyili asosida piyoz mahsuloti ekilgan. Bu yerda ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin unib chiqish, gullash va yetishtirish uchun kun davomida sug'orish ishlari, zamonaviy agrotexnika ishlari amalga oshirilib kelmoqda hamda tabiiy mineral o'g'itlar bilan sug'orilmoqda. Ushbu loyihada jami 5 gektardan iborat bo'lib, 33 ta dehqon xo'jaligiga to'g'ri keladi. Har bitta dehqon xo'jalikka 15 sotidan yer maydoni to'g'ri kelmoqda. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Xizr Baraka fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 2-2,5 tonna hosil olish rejalashtirilmoqda.